Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Zero Uz. Takim Zero Minecraft. Bugun bizlar Minecraftning yangi versiyasini tekshirib ko'ramiz. Qandayligini bilmayman. Bu mening birinchi videom. Shuning uchun ozroqgina podashka qilib turasizlar. Juda yaxshi spam bo'lmadi. Chat. Exit out. Bu ovozni eshitgan bo'lsangiz, men telefonim shunday qo'yib qoldi. Bilmayman qanday qilib. Ozgina minut. Tak. Qotyapti. Qutuldim. Fana hayotda qutulib qoldim. Tak. Yo. Mana yangi skin. Ondan 10gacha baho beringlar. Yangi skinga. Juda zo'rmi yoki juda yomonmi? Menimcha yaxshi deb o'ylayman. Menimcha yaxshi. Chonklarni ko'tar. Crash bo'lishi mumkin deyapti. Qayt bu yoqqa. Iltimos. 9 changda tur. Yo'roqda tur. Recommended. Brightness is oshir. Person back. Kettu. Juda yaxshi. Bu versiyani tekshirib ko'ramiz degandim-ku. Boshqa narsaga kirib ketdim. Mana bo'lmasam stack. Mana meda video graphics. First person. Endi bo'ldi. Birinchi ko'radigan narsamiz bu har doimgidek bloklar. Bu yerda o'zgarish yo'q, menimcha. Yo'q, o'zgarish yo'q. Bu yerda ham o'zgarish hech qanday. Bor ekan. O'zgarish bor. O'zgarish bor. Mana. Ko'pchilik narsalar o'zgargan. Yangi narsalar. Juda yaxshi. Wow. Juda yaxshi. No. Wow. Walk shelf. Sprout shelf. Branch shelf. What?
Nima bu? Wow. Juda zo'r narsalar chiqib ketdi. Nima bilmayman ekanman. Kulgili holat. What? Copper golem? Bunaqasi ham bor ekan. Ko'p vaqtdan beri bilmagan odam. Oh. Yangi narsa sinab ko'rish kerak. Avvalgi bittalik narsalarni ko'paytirishganga o'xshaydi. Burada boshqa narsa yo'q. Ko'ramiz. Bunimi? Ranglarni shunaqa qilib o'zgartirishgan. Juda yaxshi. What? Elder Guardian. Bulmas. Mana bu. Mana copper chest. Mana ikkinchisi. Bu yoqda uchinchisi. To'rtta bo'ldi. Yana bitta qo'yamiz. Endi o'zi qo'yib ko'ramiz. Ustiga buni buni ichiga narsa qo'ysa bo'laganku. What? Ish qilib menda qotish bo'lmaydi. Haykal. Golem. What? Kichkina golemja. Yana do'sting bor. Pip. Tadam! Menga yaxshi. Endi haqiqatini. 1 2 3 Salam. Ne? Senga shu. Boshqa sandiqqa o'tar. Okey. Menga tiq. Mana shunga tiq. Bir joyga qo'y. Yoki menga ber. Ber menga. Yomon narsa ekan. Narsalarni o'g'irlayapti. Yo. O'g'irlar ko'paydi. O'g'irlar bo'lasi. Bu yerdan uchib qochamiz. Tezroq yo'qol bu yerdan. Yo'qol. Hali qidirmagan joyimdan zo'r narsalar topyapman. Shunchalik omadlimanki ham zo'r narsa chiqmadi-yu. Omadimiz keldi-yu. Ozgina keldi-da. Ko'proq kelishini istagandim. Bu yoqqa olamiz. Bunaqasiga. Tak. Atak bu yerda hech narsa yo'q. Kerakli, lekin ana bu narsada bo'lishi kerak. Tank. Sandiq mana-ku. Men qayerga ketyapman? Sandiq bu yerda bo'lsa, xazina qani? Men yoqda ekan. Bu yoqda ekan. Topdim. Hech narsa yo'q bu yerda. Bu yerdan chiqib ketamiz. Ups. Menimcha yaxshi.
Endi bir daqiqa minutcha shuni olib tashlasak, bu yerda o'zgarish yo'q. Nezirit hech qanday o'zgarish yo'q. Gravel hozircha o'zgarish ko'rmadim, lekin mana bu narsalar qayerdan kelganini bilmayman. Dried gast o'chir. Hamma narsaga nima bo'lgan? Kommentga bir narsalar qilib so'kib tashamanglar, ishqilib. Iltimos. Men hali yangiman. Ko'pchilik narsani bilmasligim mumkin. Minecraftni qancha yildan beri o'ynashimni so'rasanglar, Minecraftni 6 yoshimdan beri o'ynasam kerak-ku. Yoshimni aytmayman, ismimni aytmayman. Har doim tinch yuradigan bo'laman. Chunki yosh aytish bu yerda men bilmam qanday. Popt nima degan? O'ygan. Bunaqa narsa qilib degan deb o'ylagandim, lekin bo'lmadi. Endi menimcha buni qilib bo'larmikan, ha? Pastga tushish kerak. What? Suspicious. Demak bu sus narsalar menga yoqmaydi. Sus degani ingliz tilchilar tushunadi. Bilgandim nima bo'lishini. Bilgandim. Bu yerda bir narsa yashirilgan. Hozir ko'ramiz qanday narsa chiqargan. Pastga tush. Bu roleplay video. Kommentga bir narsalar deb yozib ketmanglar, ishqilib. Iltimos. Haqiqiysiga aylandi. Brush qilsa bo'ldi-ku. Men shuncha vaqt bilmagan ekanman shuni. Ahmoq demanglar, iltimos. Ahmoq deb komment qilmanglar, iltimos. Xaritani qidirib ko'raylik. Hozir. Xaritada ko'rsatilishicha mana bu yerda bo'lishi kerak. Ketdik. Shu direksiya bo'yicha yo'limizni davom etamiz. Chanklar qani? Chanklar spam bo'lmagancha ketolmaymiz. Menimcha keldik. Bu yoqqa. Buril. Mana shu yerda bo'lishi kerak. Ana shu yerda bo'lishi kerak. Ustida turibman. Tushgan joyimizdan qazamiz. Menimcha chiqishi kerak. TNT bilan portlataymi? Yaxshi g'oya deb o'ylaysizlarmi? Topdim. Bu yerda kerak narsa yo'q.
Shapka qani? What? Shapka qani? Disk. Name tag. Qo'y, hozir ham o'xshaymikan? Jeb deb yozadi-ku. Bas qilib ko'ramiz. Agar o'xshamasa men xafaman. Mojangdan xafaman. Agar o'xshamasa. Mojangdan juda xafa bo'laman. Qo'y qani? Ship. Nimaga? Topdim. Mana shu yerga qo'yamiz. Ichiga mana buni och. Jeb. Bam. Qo'yni qo'yamiz va nomlaymiz. Senga nima bo'ldi? Qo'y. Nima qiladi va? Wow. Ana jeb. Rainbow guy. Jebcha. Menimcha shu bilmadim qanday qilib menimcha shu bugunga yetarli edi. Meni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Sizlarni unutmayman. Bu birinchi videom va xayr. Kuningiz yaxshi o'tsin.